هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ankabut tefsiri 19. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlığa İbn-i Kathir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ankabut suresi 19. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula yani inkar kılgıçılar Allah'ın mahlukatını deslepte yoktan kandak barlıq keltirgenlikini, andın onu ölgenden keyin terildirdiganligini kömüdü mü? Bu Allah'a hakikaten asandır. Ula bunu kandak mı inkar kılıdı? Deslepte yaratışqa qadir bo'lgan zat qayta asliga keltirishga albatta qodirdir. Aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Allohning maxluqotini qanday qilib yo'qdan bor qilganligiga qaranglar. Ondan Allah ularni qiyomatda qayta paydo qiladi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Allah xoligan odamni jazolaydi. Xoligan odamga rahmat qiladi. Qiyomatda Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sizlar mayli zaminda bo'lsin, mayli osmonda bo'lsin, Allohning azobidan qochib qutula olmaysizlar. Sizlarga Allohdan bilak do'stmi yo'q, madadkormi yo'q. Allohning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni, ya'ni oxiratni inkor qilganlar en şula mening rahmetimden naümid bo'ldi. En şula qattiq azobga duchor bo'ldi. Ölgenden keyingi hayotlikning dalillari to'g'risida. Allah bu ayette İbrahim aleyhisselamdan xabar berdi. O qavmini ular qiyomatni inkor qilganlik uchun qiyomatni isbotlashda ularni Alloh taolaning o'zlarini qanday yaratganlik qudratini ko'rsatadigan, o'zlarida bor bo'lgan dalillarga qarashga tavsiya qiladi. Ular tilga elinadigan mavjud narsa emas edi. Keyin Allah ularni yo'qlikdan bor qildi. Ular kulaklar bilen anlaydıgan, közler bilen kördügan insanlığa aylandı. Deslepte bu insanını yoktan bar kıygan Allah onu kayıt terildirişki kadirdir. O hakikaten Allah Teala'ya asandır. Ondan İbrahim aleyhisselam ulanı Allah Teala'nın etraftaki kudretini, ondan İbrahim aleyhisselam ulanı Allah Teala'nın etraftaki kudretini aşkarı gösterdiğin alametlerge, Allah yaratkan şeylerge, osmanlarga, osmandaki turgun ve hareketcan yoruk yıldızlarga, ziminlarga ve onundaki tüzlenliklerge, tağla, oymanlıkla, sehralar, çöller, ormanlar, deryalar, meyvelik derekler ve deniz okyanlarga ibret göz bilen qarashqa tavsiya qildi. Bularning hammasi yo'qdan paydo bo'lganligini, uning yaratquchisi mavjud ekanligini, u xohlagan narsani yaratquchi Allah ekanligini ko'rsatib turdi. Allah Teala birer narsani vujudga keldi desa, u shu hamon vujudga keladi. Şunun için Allah Teala mındaq deydi. Ula yeni inkar qilgıçılar
Allah'ның məxluqatını dəsləbdi yoxdan qandaq barlıq keltirgenlikini, ondan onu ölgəndən keyin terildiradiganligini ko'rmadimi? Bu Allah'a haqiqatan asandır. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Məxluqatni dəsləbdi yoxdan bar qıladigan, ondan onu ölgəndən keyin terildiradigan Allah ana şudur. O, yani məxluqatni terildirish Allah'a onu dəsləbdi yoxdan baqigan qarğanda oңaydır. Aytqin ki, zimində seyr qılыңlar. Allah'ның məxluqatını qandaq qılıb yoxdan bar qıyğanlıqqa qaranglar. Ondan Allah ularni qayta paydo qiladi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Allah xohlagan odamni jazolaydi, xohlagan odamga rahmat qiladi. Ya'ni Allah Taala mutlaq hokimdir. Xohlagancha tasarruf qilguchidir. Xohlaganini qiladi. İroda qilgan narsaga hukm qiladi. Qilgan hukmi uchun hisobga tortilmaydi. Qilgan ishidan savol so'roqmi qilinmaydi. Balki ularni savol so'roq qiladi. Yaratish, amr qilish Allah Taolaga mansubdir. U nima ish qilsa adolat bilan qiladi. Chunki Allah Taala zarrachilikmi zulm qilmaydigan podshohdir. Bu haqda Abu Davud ve İbn Majah Peygamber Aleyhisselam'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubhasiz ki, agar Allah osmonlar ve zimin ahlini jazolashni xohlasa, ularni albatta jazolaydi. Halbuki Allah ularga zulm qilmaydi. Allah xohlagan odamni jazolaydi, xohlagan odamga rahmat qiladi. Sizlar Allah'ның dargohiga qaytarilasizlar. Yani kıyamet günü Allah Teala'nın dergahına qaytırılısılar. Sizler meyli ziminde bolsun, meyli asmanda bolsun, Allah'tan keçip qutulalmaysizlar. Yani asmanla ve zimin əhlidin bir mi adam keçip qutulalmaydı. Belki Allah bendilerinin üstüdün hükümranlık qıyğıcıdır. Her neyse Allah Teala'dan korkup durğucudur. Her neyse Allah Teala'dan korkup durğucudur. Allah Teala'ga muhtaçdır. Allah Teala özüden başka her qandaq narsadan behacetdir. Sizlarga Allah'tan bölek dost mu yok, medetkar mı yok? Allah Teala'nın ayetlerini ve onunla mülaqat bo'lishini inkar qilganlar, yani Allah Teala'nın ayetlerinden tanıganlar, kıyametni inkar qilganlar, en şula mening rahmetimden naümid bo'ldi. Yani ular mening rahmetimden nesibi yoktur. En şula qattiq azobga duchor bo'ladi. Yani ular dünya ve ahirette qattiq xorlig'ichi azobga duchor bo'ladi. İbrahim'nin kavminin cevabı. İbrahimni öldürünla yoki ko'ydiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Allah uni o'tdan qutuldirdi. Ular İbrahim alayhisalomni o'tga tashlaganda Allah uningga o'tni sorun ve aman joy qilib berdi. Allah Teala o'tni so'rin ve aman joy qilib berdi. Hakikaten bunun da iman etgan kavm için Allah'ın kudretini gösterdiğin nurgun deliller var. İbrahim etti. Bu dünyada butlağı çokunuş məqsədində yığılışanlarının aranglardaki dostluq sebep buluş için Allah'ını koyup butlarını məbud qılıb aldınlar. Ondan kıyamet günü bəzənlarını inkar qılısılar. Bəzənlarga la'net oqıysılar.
ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Ergeçkiçilerden ada juda boludu. Ergeçkiçiler ergeçtirgiçilerge lanet okuydu. Çünkü ularning dunyodagi do'stliqi Allah uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar davzax bo'ladi. Sizlarni davzaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. İbrahim alayhissalomning qavmining uningga bergan javobi Allah Teala'nın o'tqa tadbir qo'llanish to'g'risida. Allah bu ayette İbrahim alayhissalomning qavmining kufrlik qilganligi, haddidan oshganligi, cho'ngchilik qilganligi va haqni botil bilan rad qilganligi haqida xabar qildi. Ularning İbrahim alayhissalomning to'g'ri yo'lni va haqiqatni bayon qiladigan hammaga ma'lumlik bir so'zini anglagandan keyin uningga bergan javobi: İbrahimni öldürünler ve köydürünler deyişten ibaret oldu. Bu şunun üçünki ulağı pak turguzulgan delil köstilgenden keyin delil pakta yengilip kalganlığı üçün ula 100 abroyunu qoğdaşta padişahının küçüden faydalanmakçı oldu. Ula İbrahim üçün bir bina silinla. Onu otun bilen toldurup ot yıkınla. Ot yanganda onu otqa taşlanla dedi. Ula İbrahimni otqa taşlaş bilen onunğa suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Biz İbrahimni otdan salamet qutqizish bilen ularni mag'lub qildik. Ular uzun vaqt sarf qilib cho'ng bir otun dövüs hosil qildi. Otunlarning atrofiga tam so'qdi. Ondan onunğa ot yaqdi. Onundan çıkan ot yalqını asman pelekki götürüldü. Bunundan burun bundaq çoğun ot yıkılıp bakmagan idi. Ula İbrahimni tutup gelip kollarını arkaga bağlap mençanaqqa selip otqu taşladı. Allah Teala otni İbrahim'e salqın ve amanlıq qılıp berdi. İbrahim otning içinde bir qancha kun turgandan keyin onundan salamet çıktı. Bu iş ve bunun o'xshagan misallar orqali Allah İbrahimni insonlarga ulgi qildi. U o'zini Allah Teala'ga atab o't tashlanishga rozi bo'ldi. O'g'lini qurbonlik uchun atadi. Boyliqini mehmonlar uchun atadi. Shuning uchun barliq dinlarning ahli İbrahimni yaxshi ko'rdi. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah. Allah onu otdan qutuldurdu. Yani otni onunğa salqın ve amanlıq qılıp onu otdan salamet çıkardı. Hakikaten bunun da iman etkan kavim için Allah'ın kudretini gösterdiğin nurgun deliller var. İbrahim aleyhisselamның kavmiga butlarning ojizligini bayon qilganlik to'g'risida. İbrahim aytdi: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikqa sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. İbrahim qavmini ogohlantirib ve ularning butlarga ibodat qilishdek yomon qilmishlarini ayblab mundaq deydi: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning dünya tirikchiligida oranglardagi bir-biringlarga bo'lgan do'stlik va sadoqatga sabab bo'lish uchun bu butlarni iloh qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni bu holat dal aksichi bo'lib, bu sadoqat ve do'stlik g'azab nafratga, dushmanlikka aylandi. Ba'zinglar inkor qilasizlar, ya'ni oranglardagi do'stlikdan tanisizlar. Ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Yani qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Ergeçkiçilerden ada juda bo'ladi. Ergeçtirgiçilerga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Allah uchun bo'lgan emas.
Ya'ni ergeçtirgichilarga la'nat o'qiydi. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdigan, u o'zidan ilgiriki ummatga uningga ergishib gumroh bo'lganlik uchun la'nat o'qiydi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Allah uchun do'stlashgan taqvodorlar undaq emasdir. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Lut İbrahim'e iman etti. İbrahim etti. Men çoqum Rabbim tarafiga hicret qılaman. Yani Allah'ın razılıqını izleş yüzüden vatanimni terk etip Allah emir qılgan joyga hicret qılıp baraman. Allah hakikaten g'olibdir. Hikmet bilen ish qilg'uchidir. İbrahim'e İshaqni, Yaqubni ata qildik. Yani İbrahim aleyhisselam Allah üçün qavmidan ayrılgandan keyin yaxshi farzand İshaqni berdik ve İshaqning o'g'li bo'lgan nevrisi Yaqubni berdik. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, yani samaviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Dunyodagi mukofotni uningga ata qildik. Yani jami dinlarda uni yaxshi nomiga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. Lut alayhissalomning iman etishi va uning İbrahim alayhissalom bilan bil hijrat qilish to'g'risida. Allah bu ayette İbrahim aleyhisselam'a Lut aleyhisselamның iman etganligini xabar qildi. Aytilishicha Lut aleyhisselamның qarindishining Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamның qarindishining o'g'li ekan. Ular Lut Haranning o'g'lidir. Haran Azer'nin oğludur deydi. Yani İbrahim'nin kavminden Lut ve İbrahim'nin ayali Sara'dan başka hiç kim Allah Teala'nın dostu İbrahim'e iman etmedi. Lekin bu ayetning ma'nosi bilan Sahih Buxoriyda kelgan İbrahim heliqi zolim podshohning yeniga kelganda u İbrahim'den Sara'nın kim ekanligi haqida so'rganligi, İbrahim'ning u hamshiram deganligi, ondan İbrahim Sara'nın yeniga kelib, men haqiqatan sizni uningga hamshiram dedim, meni yolg'onchi qilib qo'ymang. Yer yuzida men va sizdan boshqa iymon etganlar yo'q. Siz mening diniy hamshiram deganligi taqidiki, bu hadisning ma'nosini qanday birlashtirish mumkin bo'ladi degan savol qo'yilsa, buningga haqiqiy ahvolni Alloh bilguchidir. Bu hadisda ko'z tutilgani yer yuzida men va sizdan boshqa iymon etgan xotin yo'q degandan iboratdir. Uning qavmidan Lut alayhissalom haqiqatan İbrahim'ga iymon etdi ve onun bilen Şam zamaniga hicret qildi. Ondan u İbrahim aleyhisselamның hayat vaqtida Sadum ahliga ve şu rayondagi kishilarga payg'ambar qilib avatildi. Ular ustida yuz bergan ishlar ilgari so'zlangan edi. Oldimizdimi yana so'zlandi. İbrahim aytdi: "Men çoqum Rabbim tarafiga hicret qilaman." Yani bu ayette Allah Teala İbrahim'nin öz dinini aşkar qilish ve onu üstünlükki eriştirish maqsadida qavmidan ayrılıp hicret yo'lini tanlaganligidan xabar qiladi. Şuna İbrahim mundaq deydi: Allah hakikaten g'olibdir, hikmet bilen ish qilg'uchidir. Yani
g'alaba Alloh taolaga, Alloh taolaning payg'ambariga va mu'minlarga mansubdir. Allah so'zlarida, ishlarida oldin ola belgilagan va shariat qilib ko'rsatgan hukmlarida hikmat bilan ish qilguchidir. Qatada Lot va Ibrohim birga Kufining Mavsul degan yeridan Shamga hijrat qildi dedi. Allah Taalaning İbrahim alayhisalomga İshaq va Yaqubni ato qilganligi va payg'ambarlikni uning avlodiga xos qilganligi to'g'risida. İbrahimga İshaqni, Yaqubni ato qildik. Allah bu vaqtda mundaq deydi. İbrahim ulardan ve ularning Allah'ını qo'yib cho'qinayotgan nasllardan yiroqlashdi. Uningga biz İshaq bilan Yaqubni ato qildik. O ikisinin her birini peygamber kıldık. Yani İbrahim kavminden ayrılganda Allah peygamber boladigan yaxshi bir o'g'ilning, yani İshaqning dunyoga keladiganlik bilan uning ko'nglini xursand qildi. Bo'g'isi hayot vaqtida İshaqning o'g'li, yani peygamber boladigan yaxshi farzand Yaqub tug'ildi. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Biz onunğa, yani İbrahim'ga İshaqni berdik. O Rabbiden so'ramasimi Yaqubni o'shib berdik. Yani Yaqub aleyhisselamni nevr qilib yoki İbrahim aleyhisselamning talbidan ziyod qilib berdik. Biz onunğa, yani Saraga İshaq atliq balası bo'ladiganligi bilan va İshaqdan keyin keladigan Yaqub atliq nevrisi bo'ladiganligi bilan xo'sh xabar berdik. Yani sizlar hayot chog'da o'g'linglar İshaqqa bir o'g'il berildi. Nevranglarni ko'rib ko'nglinglar xursand bo'ladi. La ilaha illalloh. Onundan keyin payg'ambarlikni, kitobni, yani samaviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Alloh taolaning uning do'st tutishi uningga ato qilingan buyuk yaxshilikdir. Alloh taolaning uni do'st tutishi uningga ato qilingan buyuk yaxshilikdir. Alloh taolo payg'ambarlikni va kitobni uning avlodiga xos qilish bilan uni insonlarga yo'lboshchi qildi. İbrahim aleyhisselamdan keyin faqat uning naslidan payg'ambar keldi. İsrail avlodidan kelgan barliq payg'ambarlar İbrahimning o'g'li İshaq, İshaqning o'g'li Yaqubning naslidan bo'ldi. İsrail avlodidan kelgan eng oxirgi payg'ambar Maryamning o'g'li İsa edi. İsa qavmiga Quraysh qabilasining Haşim cemaatidan keladigan barliq payg'ambarlarning eng oxirgisi dünya ve ahiretde Adem balasının en şerefli bo'lgan payg'ambar Muhammed aleyhisselam bilan xo'sh xabar berdi. Allah Teala onu İbrahim'nin oğlu İsmail'nin neslinden keladigan sab Araplarning ichidan payg'ambar qilib tanladi. İsmail aleyhisselamning neslinden Muhammed aleyhisselamdan boshqa payg'ambar kelmagan edi. Dünyadaki mukofotni onunğa ato qildik. Yani cemi dinlarda onu yaxshi namga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. Yani Allah İbrahimga dünyadaki baxt saodatni oxiratdagi baxt saodatga birlashtirib berdi. Dünyada onunğa singishliq keng rizq, ozoda turalg'i joy, tatliq suv, chiroyli ve yaxshi ayol, güzel medhiye ve yaxshi namlar verildi. Her qandaq adam onu yaxshi gördü ve dost tutdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mücahid, Qatada ve başqalar shundaq bo'lishidagi sebep İbrahim'nin hamma jihatda Allah Taalaga bo'ysundiganligini bildirganligida dedi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. İbrahim vafodar kishi edi. Yani o Allah buyurgan barliq ishlarni bajo keltirdi. Rabbiga qiladigan ibodatni kamil ado qildi.
Şuna Allah Teala mundaq deydi. Dünyadaki mukafotni uningga ato qildik. Ya'ni jami dinlarda uni yaxshi nomga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. Allah bu vaqtda mundaq deydi. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtiruvchi peshvo. Allohga itoatman, botil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi edi. U Allohga shirik keltiruvchilardan emas edi. U Allohga shirik keltiruvchilardan emas edi. İbrahim Allohning ne'matlariga shukr qilg'uchi edi. Allah uni payg'ambarlikka tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshladi. Uningga dunyoda yaxshilik ato qildik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. Alhamdulillah, yuqorida Sura Ankabut tafsiridan 27. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.